17 yoshli yigitlar hozir shunaqa so'kinyapti. Insonni jamiki tana a'zolari, ota, bobo, ona, momo hamma narsa ishlatilyapti-da. Mo'yka kirib, pilisos qotgan paytimda 3 ta yigit освежитель bir narsalarni sochayotgan ekanda. Shunaqa so'kinyapti. Hech kimga obro' olib kelmaydi. Ayollarga ham, erkaklarga ham hech kimga obro' olib kelmaydi. Qaytanga hurmatini to'kadi. Oldiga bordim, yigitlar necha yoshlar desam 17 da otida. Onangiz, ustozingiz, hozir kimdir yaqinlaringiz kelib turib sizlarning gapinglarni eshitsa, xursand bo'lishadimi? Mana shunday bir farzandlarni tarbiyalabmiz deb turib. Yo'q dotida. Qo'ysanglarchi yigitlar, nima qilasizlar so'kinib. Hurmatinglarni to'kadi, obro' olib kelmaydi domim. To'g'risi, men bunday yigitlarni o'zimga kuyov qilmasdan hech qachon. Og'zidan shoda kirib, bodi chiqadigan yigitlarni, qizlarni hamda umuman oilaga xavf xatar deb hisoblayman-da. Hozir ham ming afsuski ba'zi insonlar bor, oila qurib bo'lgan, xotinini shunaqa so'kadi, onangni ham deydi, buvingni ham deydi, hamma narsa, jamiki hamma narsa so'zlar, yomon so'zlar ishlatiladi. Akalar, qo'yinglar, iltimos, jon akalar, ukalar. Obro' olib kelmaydi. Bu inson har bitta og'zidan chiqayotgan so'z uchun vaqt soat kelgan paytda javob beradi. Javob beradigan payt keladi, lekin javob bera olmaydi. Nima uchun desa, bunga javob yo'q-da. Hozir ham mana shu 3 ta yigitlar o'tiribdi. Yigitlar, sizlarga obro'mi desam, indamasdan turibdi-da. Indamasdan boshini yerga qaratib. Iltimos qildim, hurmatli yigitlar. So'kinmanglar, qo'yinglar, kerak emas. Kattalar bor, kichkinalar bor, ayollar bor, masalan, eshitadigan bo'lsa, quloqqa juda ham xunuk eshitiladi. Iltimos, shu narsani e'tiborga qo'yinglar.